Assalomu alaykum, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha Tepaquron qishlog'ida, ya'ni o'zim xonadonimni olib boryapman akalar. Hafta kuniga shanba 17-yanvar 2026-yil, Xudo xolasa, inshaalloh bitta arashan sog'imiz kelib qoldi, hurmatli obunachilar. O'ta gigant bo'lakchasidan kelib qoldi, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga mana bir dona, Xudo xolasa, mana to'shlarini ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Bo'ynida sirg'alariga inshaalloh qo'yimiz o'ta udor. Zo'ridan boqaman deganlarga mana bu qo'y tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar. Dumbarazlari o'ta cho'tki, o'ta gigant sog'lig'imiz. Inshaalloh o'ta polvon. Hurmatli obunachilar, buni endi bir boshdan ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'sh, buni yoshi 6 dan 8 ga endi o'tgan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, yaqinda Qo'chqorga qo'shdik. Endi avvalo xudo buni bo'g'oz 100% tug'adi deb buni garantiya beramiz yo qisramda garantiya beramiz. Lekin sog'lig'imiz inshaalloh qochdi. Kimga ma'qul bo'lsa videolarni tashlab berilaveradi. Xudo xolasa, mana dumbarazlar o'ta cho'tki, zo'ridan boqaman deganlarga. Xo'sh, hurmatli obunachilar, buni biz ko'p cho'zmaymiz. Buni gap hammaga qiziq narxida. Bitta narx aytamiz, Xudo xolasa, kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, qo'yim bormi desa, mana bor deydigan qo'y. Bo'lakcha sog'liq, hurmatli obunachilar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bu narxiga kelsak, narxi bo'ladigan narxi $1200 ga dastlabkasi, Xudo xolasa, ketaveradi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz. Endi navbat ikkinchi partiyaga. Hurmatli aka-ukalar, mana ikkinchi partiyamizga 10 dona, Xudo xolasa, bo'ladigan sog'liqlar, bo'g'oz, hammasi naqd inshaalloh. Hammasiniki naqd. Mana hurmatli obunachilar, hammasiniki inshaalloh naqd. Mana aka-ukalarga, mana hammasi 80 dan 85 plyuskada inshaalloh bor hammasi. Inshaalloh hammasi bo'g'oz. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'yimiz qonida grijasi bor. Inshaalloh bu nima qilmaydi. Strashni emas. Mana Xudo xolasa hammasiniki naqd. Bular yosh oyliklari 2 tish, 4 tish, 6-8 ga davr bor, aralash. Mana sog'lig'imiz ham katta sog'liq. Naqd bor. Mana oq tushanchi. Oqdi. Mana hurmatli obunachilar, naqd, Xudo xolasa, mana ko'rishlaringiz mumkin, mana naqd. Inshaalloh sog'lig'imiz qarab past bo'lgan, yo'lda charchov yo nima bo'lib, sal nima bo'lib qoldi, lekin bo'yi Xudo xolasa 85 ga olaverasizlar. Mana mashina ushlab ko'ringchi, mashina. Bitta ushlab ko'rsatyapsiz, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa sog'lig'imiz qochgan. Ana o yilini tashlab qo'yibdi, hurmatli obunachilar. Birinchi qoringa bu. Tishini ochib ko'rsating mana shuni. Mana 4 tish ekan bu qo'y. Xudo xolasa hammasi yeb-ichi sog'lig'ida hech qanaqa problemasi yo'q. Hammasi zo'r inshaalloh. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, buni bo'ladigan narxi 6 ming so'mdan hammasi bir joyga dastlabkasidan ketaveradi. Borib ko'ramiz ekan, lokatsiyani tashlab beramiz, kelib ko'rib, ko'z bilan ko'rib olaverasizlar. Inshaalloh, Xudo xolasa, telefon qilgan odamning ishi bitadi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Endi navbat 3-partiyaga. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Xudo xolasa, mana bitta qo'chqor, bitta sog'liq, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga qo'chqor sog'liq inshaalloh. Ikkalasi ham Xudo xolasa o'ta zo'r, o'ta yaxshi qo'ylar. Mana toza Qirg'iziston bishket qo'ylari ikkalasi ham. Mana hurmatli obunachilar, bular yosh oyligi 7 oylikdan ikkalasi, Xudo xolasa, yeb-ichi sog'lig'ida hech qanaqa problema yo'q. Mana bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari sog'liqdagi 75, qo'chqordagi 80 plyus. Mana ko'rishlarni oq yuzdan so'raganlarga zo'ridan boqaman deb bir jup. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bularni jupiga narxi, bo'ladigan narxi 18 millionga dastlabki qilib beramiz, O'zbekiston bo'ylab. Mana qo'chqorda Xudo xolasa o'ta zo'r, sog'lig'i ham zo'r.
Bo'ladigan narx 18 millionga dastavka qilamiz. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, telefon qilgan ishi bitadi. Hurmatli obunachilar, mana Xudo xolasa 4-partiyamizga ham Xudo xolasa qo'zi, Xudo xolasa hammasi Edilboy qo'zi sog'liqlar, hurmatli. Bir dona qo'chqorchasi bor ichida. Qo'chqorchasi qaysiga u ashimida? Mana mashinasiga qo'chqorchasi, hurmatli obunachilar. Bir dona qo'chqor, 8 dona urg'ochi. Puli yengilidan so'raganlarga mana. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, bo'ladigan narxi 4 million so'mdan bir joyga dastavkasini yetkazib beriladi. Mana. Xudo xolasa hammasi bir qaytib endi o'ziga kelgan qo'zilar. Aznaz yemelab tursangiz, Xudo xolasa 2 oyda ko'zga ko'rinib katta bo'lib qoladi inshaalloh. Olgan odam Xudo xolasa ziyon qilmaydigan qo'zilar. Inshaalloh mana. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, ekran telefon nomerlarini qoldiramiz, borib ko'ramiz deganlar lokasiyani tashlab beramiz. Tanlab olishga plus minusi bo'ladi. Kelishamiz unisini. Aloqa chiqaverasizlar. Jizzaxdan so'raganlarga mana hurmatli obunachilar, mana birinchi bolasi qo'yimiz, Xudo xolasa mana. O'z to'laydigan variantida. Xudo xolasa toza simjun. Mana inasi aznazni yem berib tursangiz, Xudo xolasa bir pasta buni qo'zidan katta bo'lib qoladi. 15 kunlik qo'zilar ekalasi ham, Xudo xolasa. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Mana tozasidan boqaman deganlarga, mana ekizashdan boqaman deganlarga mana shu qo'ylarni tavsiya qilamiz. Hurmatli obunachilar. Mana. Xudo xolasa yeydi, ichdi, unaqasidan problemasi yo'q. Xudo xolasa sog'ligi o'ta zo'r. Mana inasi ektish birinchi bolalari. Mana narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, narxi 12 million 500 ming so'mga dastavkasi ketaveradi, Xudo xolasa. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Mana 12 million 500 ming so'mga dastavkasini yetkazib beramiz. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bugungi oxirgi shular. Videolarimiz xato kamchilar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.